Agar tishiniz aqamsa, meni pingluncha qanğıştırlan. Dostlar, ben 3-4 yıl saping boğucu buluş jarayonida nurg'ulg'an tish oqatadigan tish pastalarını ko'rdim. Nurg'ulg'an tish oqatadigan yafillarni ko'rdim. Lekin azaldan ularning sirtqi o'ralmasining keyin tarafida tishni oqatadigan chingfillarni qo'shdiq deb yozilganligini ko'rib baqdim. 15 kunning oldida bir Shangjiang Mayagoni sinab baqqan deb avatibdi. Bizning yagorimiz haqiqatan tishni oqatalaydi, lekin bir kunda 2 qitim tishing cho'tqilaysa, 7 kun ichida tishingni oqatamay qolsa, to'rga Mayagorin tishingni oqatamayotgan saqti paskansa deb film ishlab chiqarsang mayli deb shunda aqsa bir gap qilib Mayagon aytibdi. Mening burun filmlarimni ko'rsanglar bo'ldi, yagolan setib baqqan, lekin azaldan tishingizni mana 3 kun ichida oqatib yutadi deb setib baqmagan. Chunki men azaldan yagoning tishni oqatalaydiganligiga ishonmaydim. Shuning bilan abobda akila sinab baqqay deb Mayagon topshirib olgandan keyin qaraydigan bo'lsam, keyin tarafida nurg'un chingfin yo'llar bor ekan. Uningdan boshqa ayrim bir yerda Meybay Gungshou chingfin deydigan yeri bor ekan. Buni qaraydigan bo'lsak, tishni oqatadigan 3 xil tarkib qo'shilibdi. Uningdan boshqa miya qaraydigan bo'lsak, ig'iz bo'shligingizni xushpuroq qiladi. Bexatar tarkiblar qo'shilgan. Fan texnikalik tajribadan o'tgan tish oqartish unumi 7 kun ichida tishingizni oqatalaydi deb aniq yozilgan ekan. Men yana buning ishlab chiqarish ijro nomeri, zavod adresi degandeklarni bir tekshirib baqdim, hech qanday masala chiqmadi. Bularni qilib bo'lgandan keyin Shangjiangning degini bo'yicha bir kunda 2 qitimdan 7 kun tishimni cho'tqildim. Tishimni haqiqatan oqata oldi. Cho'tqilashdan burunqi tishim bilan hozirgi tishimni duybi qilib shipping tatib chiqarib qo'yay desam, buni do'yindan cheklab qo'ygan. Shunlashqa bu narsalarni chiqarishga amal bo'lmadi. Men hozirgacha 3-4 yil film ishlash jarayonida azaldan ko'p turli tashviqot qilib baqmadim. Qila oladigan bo'lsa qila oladi deyman, qila olmaydigan bo'lsa qila olmaydi deyman. Tish pasta haqiqatan tishingizni oqatalar ekan. Ammo lekin bahasi qaraydigan bo'lsak, butun do'yin bo'yicha eng qimmat o'xshaydi buning bahasi. 2 tili 79 qo'ygan, 2 tal ma'noga o'xshash tish pastasi so'qilgan. Tish pastaning ma'vo tuklarimi shunda yumran. Bozordagi 15 qo'yliq tish pastalarga o'xshamaydigan 40 qo'yliq tish pastalarining sufti bor ekan ma'noda. Bir talni ayrim esib azoroq satayli desam, yunfesini to'lagandan keyin buning gun ko'tarmaydigan, shuni 2 kun olsangiz, yunfesini to'lab sap beramiz. Tish pasta rasmlab tishingizni 7 kun ichida oqatalaydi. Albatta, bir kunda 2 qitim cho'tqilaysiz, 7 kun cho'tqilaysiz. Agar tishingiz oqamsa, meni pingluncha qanğıştırlan. Film chiqaribdilar. Shunga asosiy serqarda xotirjam setdilar. Tish cho'tkisi tish cho'tkilsangiz ajoyib yumshoq ekan lekin. Men ishiltib baqqan har qanday tish cho'tkisida yumshoq ekan. Maqsad rohat.